Assalomu alaykum. Har yili Namangan shahrida professional sportchilar o'rtasida o'tkazilayotgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Kubogi xalqaro turniri bu safar ham dunyoning eng kuchli qo'ljangi sport ustalarini bir maydonga jamladi. Yangi O'zbekiston bog'ida qo'ljangi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Kubogi xalqaro turniri bo'lib o'tdi. Musobaqada sportchilar o'z mahoratini namoyon etib, xalqaro maydondagi tajribalarini yanada boyitish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Qo'ljangi federatsiyasi raisi, Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov hamda Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqovlar hamda boshqa mutasaddilar ishtirokida Namangan viloyati Chust tumanining chekka hududidagi Karkidon shaharchasida qo'ljangi sport turiga ixtisoslashtirilgan Lochin sport klubi tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Mazkur zamonaviy sport majmuasi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, qo'ljangi sport turini ommalashtirish hamda iqtidorli sportchilarni kashf etish va ularning sport mahoratini yuksaltirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Kamondan otish federatsiyasi raisi, Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov milliy terma jamoa murabbiylari va sportchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida Aichi Nagayo 2026 Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik, xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlari hamda terma jamoa oldidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Sportchilarga bo'lajak nufuzli musobaqalarda yuksak natijalarga erishish yo'lida omad va muvaffaqiyatlar tilandi. Muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan yoshlar Milliy gvardiya qo'mondoni nazorati ostida xizmatni kasb-hunar egallash bilan uyg'unlashtirmoqda. Bir askarga bir kasb tamoyili asosida ular xizmatni o'tash bilan birga turli kasblarni egallab, o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishmoqda. Yaratilayotgan bunday imkoniyatlar yoshlarning har tomonlama kamol topishi, xizmatdan so'ng jamiyatda munosib o'rin egallashi hamda malakali mutaxassis bo'lib yetishiga xizmat qilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi haftangiz fayzli, samarali va barakali o'tsin. Xayr, salomat bo'ling.